asl tarjimonlarni ogahiy mukofotini kengaytirib, asl tarjimonlarni moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlash kerak va yana aytmoqchi edimki, mehnat qilingan mana bu ukam Karim Bahriyevni aytib o'tib ketdilar, lekin chuqur nima qilmadilar. Odil Ikrom Rumiy tarjima qildi, Karim Bahriyev Jahon she'riyati antologiyasini tarjima qildi. Bularni ham baribir mehnatini katta ish qildi. Mehnatini e'tirof etish kerak, taqdirlash kerak. Shunchaki o'tib ketishimiz kerak emas. Shu aytmoqchi bo'lganlar. Nasrulloh juda yaxshi fikrni aytdi. O'zbek adabiyotini bugungi kunda dunyoga chiqarish uchun haqiqatan ham siyosiy masala. O'zbekistonda imiji degan gap bor. Xuddi sportchilar kabi o'zbek adabiyoti ham o'zini ko'rsatish kerak. Uning uchun hech kim mana aytib 35 yilda bir Turkiyada bir shoir tarjima qilgan asar yo'q. Proza endi mayli, endi o'qilish mumkin. O'qilar ko'p asarlar tarjima qildi. Endi shuning uchun agar ma'qul desalar, bu kengashimiz taklif qilib, hamma qo'l ko'tarib shuni ma'qullasa, bu kishi yuqori tashkilotlarga berishi mumkin. Yozuvchilar uyushmasi yana yuqoriga beradi. Chunki taklif va bu menimcha ma'qul bo'ladi hammaga. O'sha yozuvli adabiyotimizdan boshlab bugungi kungacha bo'lgan 21-asrgacha bo'lgan bitta umumiy bir komissiya tuzib, shuni topshirib, shuni qila oladigan odamlarga va uni hamma tillarga, ingliz tiliga masalan Eshmat Toshmat yoki nima Bahor yo nemis tiliga mana ustoz domlarimiz boshqa hammasini bo'lib chiqib, ular ham 3-4 kishi bitta guruh bo'lib, ana uni o'sha birinchi o'zbekchaga qilingan, tayyorlangan 5 tom, 10 tom buni. Shuni pastroshligini tayyorlash kerak. Ana undan keyin u haqiqiy shoir yozuvchilarga ular qanaqa berib nima qiladi? Balki biz yozuvchilar uyushmasini Do'rmondan, Bog'dan joy ochib, Kafkaz adabiyoti shuning uchun SSRda mashhur bo'lgan. Hamma tarjimonni olib kelib yedirgan, ichirgan, gonorarini bergan, ish bitgan. Bo'lmasa bitmaydi. Shuni ovozga qo'yishingizni taklif qilaman. Ma'qul deyilsa, ana yozib, shuni protokolga chiqariladi. Menimcha ovozga qo'yish bu eng ma'qul taklif, to'g'rimi? Buni haligi kim qarshi deydigan ish emas-da bu. Rahmat. Agar ovozga qo'yilsa, esda qoladi-da. To'g'ri aytyapsiz. Yaxshi gap. Men qonunchi odamman, qonun rioya qilish kerak. Ma'qulmi shu gap? Ma'qul ekan. Qarshilab betaraflar yo'qmi? Yo'q.